Ustaga chiqing. Sakrang, ezib tashlang. Ana endi loyni surkaymiz. Mana loy. Endi suvni saping ustaga. Yaxshilab saping ustaga. Ya o't yoqamiz endi mana. O't yoqing ustaga. Voy onalariga ukil. Voy. Voy bilindamen. 1 kvadrat. 1 kvadrati 85 ming so'mdan devorni tashqi fasad qismiga gipki kamin mahsulotini tavsiya qilamiz, taklif bildiramiz. Bu mahsulotimiz xuddi mana shunday. O'tda yonmaydi, suvdan ham o'ziga olmaydigan mahsulot hisoblanadi. Hattoki devordagi tirishinglarni 100% yopib tashlaydigan bo'ladi. Bundan tashqari quyoshda rangi oqarmaydi. Uyimizni mana shu ko'cha tomoni, uyning ichkariga jami 200 kvadrat maydonga gipki kamin mahsulotini qilib berganmiz. 1 kvadrati 90 ming so'mdan bo'lgan. Lekin hozirgi kunda ustakalarimiz aksiya qilib 85 ming so'mdan qilib qo'yapti. Faqat vodiyning narxida. Agar vohalarga bo'ladigan bo'lsa 1 kvadrati qo'shilib qoladi 85 ming so'mdan tashqari yo'l kirasi uchun. Uydagi gaz faqatgina devorni tekis silab suv qilgizib bersa bo'ldi. Qolgan hamma mahsuloti usta akalarimizdan bo'ladi. Kley, laga, gruntovkasi, dastavkasi hammasi o'zimizdan bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqa etsang, bundan to'liq ma'lumotini beramiz. Videolarga chiroyli bittadan like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh. Tashqi fasad qismiga PPK'ni qilmoqchi bo'lgan akalarga bu videoni tashlab qo'ying, tamom.